Bugun Karis xolam bilan Karis pochchami yo'lda ko'rib qoldim ko'chada. Sovuni bog'chadan olib ketgani keta turib, orqamdan chaqirib qolishdi. Shunaqa ovoz, Karis xolamning ovozini eshitishimga shunaqa yuragim shuvdida. Yig'lavor edi, tipa yo'q, iltimos, shu xotin bo'lmasin degan anaqa bilan yig'lab o'sha Karis xolam bilan ozgina gaplashdim. Hamma narsani bilgan deb ham gapiryapti. Hamma narsani. Shunga o'ylanyapman. Menimcha qaynonamning telefonidan achchiq gaplarni o'sha yozgan shekilli Karis xolam. Shunga qaynonamga ko'rsatmoqchiman, sen shunaqa gaplar yozding menga deb. Qaynonam bilmasha-chi shunaqa gaplar yozganini. Men juda ham ko'p narsalarni o'ylab olyapti. Chunki unaqa gaplar hayotda qaynonamning og'zidan chiqmaydi. Umuman 2 yildan beri yashayapman, balki umuman unaqa gap gapirmagan. Juda ham tegib ketadigan gaplarida. SMSda. O'sha Karis xolamning stilidagi gaplarida o'shanga. Nima deyishlar? SMSni ko'rsataymi, sen menga rostdan shunaqa deb yozdingmi deb ko'rsatmayman. Rosa o'ylanyapman.